Salom o'quvchilar. Demak, bugun milliy sertifikatdan yana bir ajoyib misol ko'rib chiqamiz. Bu misolimiz bizda 28-dekabr 2025-yilda tushgan 10-savolimiz hisoblanadi. Demak, misolimiz shartida bizda aytilgan ifodani soddalashtiring degan va bizda mana javoblarimiz berilgan. Demak, bizda eng muhimi milliy sertifikatda vaqtdan unumli foydalanish hisoblanadi. Shuning uchun osonroq yo'ldan ketamiz. Demak, x joyiga biz 1 tanlab ko'ramiz yoki boshqa son tanlasak ham bo'ladi. Endi hisoblashimiz uchun bizga osonroq bo'lishi uchun 1 tanladik. 1 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsak x joyiga, demak bu yerga 1 qo'yyapmiz, bu x ga ham 1 qo'yyapmiz, bunisiga ham 1 qo'yyapmiz va mana bu x joyiga ham 1 qo'yyapmiz. Shunda birinchi qavsimiz 1 dan 2 ni ayirib 4-darajaga oshirsam -1 ning 4-si bu 1 ga teng. Plyusdan 1 dan 1 ni ayirsak bu 0 ekan, minusdan va 1 ni o'zi mahrajimizda. Xo'p, bundan ayiradigan bo'lsak bu -1 qavsda ko'paytirilgan, bu -2 va plyusdan yana 2 teng. Hisoblaydigan bo'lsak, suratimiz 0, mahrajimiz 4 chiqar ekan, bu yana bizga 0 deb beradi. Demak, 1 dagi qiymatimiz mana shu ifodaniki 0 ga teng ekan. Endi mana shu 1 da javoblardan x da javobdagi x lar joyiga qo'yganimizda qaysi biridan 0 chiqsa, o'sha bizga to'g'ri javob bo'ladi. Birinchisiga x joyiga 1 da olib qo'yamiz mana bu yerda. Bundan 5 kelib chiqadi bizda. Ikkinchisiga olib qo'yadigan bo'lsak 1, 3, 0 kelib chiqadi. Bunisiga 1 da olib qo'yadigan bo'lsak 1 kelib chiqar ekan. Bunisiga 1 da olib qo'yadigan bo'lsak 4 kelib chiqar ekan. Demak, bizda 0 kelib chiqqan javobimiz faqatgina B da. Demak, B javobimiz to'g'ri bo'lar ekan.